Ertaga jahon chempionati boshlanadi, lekin Real Madrid butun futbol ommasi e'tiborini o'ziga qaratib turibdi. Men hozir oxirgi 24 soat ichida Real Madrid atrofida paydo bo'lgan voqealar, e'lon qilingan xabarlar haqida ma'lumot beraman. Demak, birinchi galda Jose Mourinho Real Madrid bosh murabbiy sifatida bugun e'lon qilinishi mumkin, chunki Benfica allaqachon Real Madrid uning shartnomasini 15 million yevroga sotib olganini e'lon qildi. Kecha Madriddagi mehmonxonalardan birida Realning transferlar bo'yicha direktori Xuni Calafat hamda Mourinhoning agenti Jorge Mendes o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Futbolchilardan Julian Alvares uchun 150 million yevrolik taklif yuborib, Atletico Madriddan rad javobini oldi, lekin Real Madrid hali bu transferni yana o'rganib chiqib, bu mavzuga qaytmoqchi. Himoya chizig'ini kuchaytirish uchun esa Ricardo Calafiorini niyat qilyapti va vaziyatni o'rganish uchun Arsenal hamda futbolchining vakillari bilan bog'langan. Yana bir himoyachi Niko Schlotterbeck uchun Borussia Dortmundga shartnoma tayyorlanmoqda. Joshko Gvardiol agar Manchester City bilan shartnomasini uzaytirmasa, uni ham jamoaga olib kelmoqchi. Yarim himoyani kuchaytirish uchun esa portugaliyalik yosh iqtidor Mateus Fernandes varianti ko'rib chiqilmoqda. Aynan uni Jose Mourinho jamoada ko'rishni juda ham xohlamoqda va Mourinho hamda Fernandesning agenti bitta Jorge Mendes hisoblanadi. U esa kecha Xuni Calafat bilan uchrashdi. Xullas, katta transferlar odatda jahon chempionati yillarida mundialdan keyin bo'lardi, lekin Real hozirdanoq katta transferlarni amalga oshirmoqda va bu bilan jamoa yanada o'sha jahon chempionati davrida ham media olamida o'z nomini saqlab turishga qaror qilgan. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.